Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Qo'qon shahriga общий 5 ta rom, 3 ta furchka va 2 ta eshok kelganmiz. Xo'sh, bularning materialiga keladigan bo'lsak, alyumin aldoks 1, zolotoy dubda bo'lgan. Xo'sh, bular razmeriga keladigan bo'lsak, eni 1 metr, balandligi 1.60, bitta ochilish bor. Ochilishlari. Mana shunaqa romimizdan общий 4 ta bitta kattaroq romimiz bor. Ular ikkita tarafga ochiladi. Xo'sh, buni razmeri 1.5 ga 2.60. Eshigimiz razmeri esa 1.40 ga 2.45. Tepasini o'zlari to'sib olgan bo'lgan. Tashqari ichkari tarafi. Tashqari tarafdan ko'rsatib o'tamiz. Pinalari bo'lgan. Eshigimiz ochilish ishlari. Sizlar bilan Zo'rak Faboda.